ish deb odam o'tib ketish kerak emasda, odam biroz bir dam olish kerak. Pul topib va qayerda bir dacha qilsam bo'lar ekan degan insonlar uchun ajoyib dacha uchun joy topib qo'ydim. Qaranglar. Soy o'tgan. Qishin yozim mana shu to'xtamas ekan. Metrlarni qarang. Mashitlarni ham bemalol o'zlashtirsa bo'lar ekan. Yoningizda qo'shningiz mana basseynlar qilib qo'yibdi. Chiroyli qilib basseynlar qilgan. Mana shu joy hozir sotilyapti. Bu yoqqa hammasi dacha ekan. Mana shu qup-quruq o'zingiz rejangizdagidek chiroyli qilib dacha qurasiz. Jami 24 sotixdan iborat ushbu joyimiz sotuvga chiqyapti. Qirdi bo'yida qarang, qirdi bo'yida. Qayerda bu joylashgan desangiz, shundoqqina Quvasoy darvozasidan shuni o'tganingizdan keyin mana shu joyga yaqin joyda, Farg'onaga ham yaqin joyda joylashgan ushbu barhavo joy sotuvga chiqyapti. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Narxi 75 ming so'ralyapti, xolos, arzimagan pul azizlar. Demak, kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Sog' bo'linglar.